10 shortik tarixi. Bu mening eng yaratgan shortik. Bunisi tugul bitar. Mana, yo'q, bunisini былтыр yaratmay boshlagan edim bet. Bunisimi? Bunisi точно yo'q. Bu shortikni kiyib borgan свидание shu qadar ko'ngilsiz tamomlangan edi. Sog'larmisiz? Bu Elchi kanali. Mening ismim Lenar, men Moskvada yashovchi Tottar yigiti. Shorti mening garderobimda eng yaratgan ham eng yaxshi saqlana turgan kiyim turi. Uni kiyib yurish sezoni bek qisqa. Жылы kunlar ashul bizning yoqlarda. Eng ulkan shortikda veterandan boshlaydi. Menga buni 2014-yilda 1 yil ilk birinchi trenerim bo'lib ketgan edi. O'zi kiyib yurgan shorti. Men semiz edim ol chaqda. Bu shortik kiygach, yobiqdim. Dalsamla волшебный u mening. Unisini былтыргын aldım. Shu o'zi. Ammo ish kiyib bo'lmay, tez pishirana. Bu shortik bilan bittan Qrimni aylanib chiqdim. Bunisi bilan da 2015-yilda 1 yilni qoldirmaycha, jay kuni Qrimda yoliterga boram. Былтыр yubiley edi. 10 yil. 10 yillikqa bunday shortik bilan ketdim o'zimga. Buni 3-yilligini olgan edim. Әлеге boyag'i Qrimda yurur uchun. Bunisi былтыргы komplekt qiymatli kibitdan qiymatga oldim. Bu shortik eng ishsizi. 400, 500 so'mga olgan edim endi. Смешные цены kibitini. Бәясе нинди? Сыйфаты шундый. Күренеп тора ич. Смешные ценыга йөрмим хәзер. Әллә киемнәрнең сыйфаты ташка үлчим анда. Әллә мин җөнлесен таба белмим. Киемнәргә бәйле бик зур конкурс булачак тиздән әйтчедә. Бик тиздән.